Bu hayoti dunyoda inson yashar ekan, hayotning turli holatlarini ko'rib boradi. Hayotning achchiq shirin haqiqatlarini, issiq sovuq kunlarini, qorong'u va yorug' kunlarini ko'rib boradi. Alloh taolo insonga bu dunyoni mana shunday sinovlar bilan qo'yib sinovli qildi. Mana shu sinovlarga bardosh berishlik uchun unga ibrat bo'ladigan narsalarni tayyorlab qo'ydi. Insonlar doim bilsinki, unga ibrat bo'ladigan zotlar bor. Ana shu zotlarning eng ulug'i Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdir. Musulmon inson hayotini qaysi nuqtasiga qarasa, unda agar biron bir zahmat, zararni ko'rsa, ana shunday nuqta payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning boshlaridan ham o'tganligini his qilsin. U zot sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'qigan inson, bilgan inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taoloning sinovi naqadar qattiq, ulug' bo'lganligini ko'radi. Biz hayotimiz davomida bolaligimizdan to o'zimizni o'nglab hayotga kirib borgunimizcha bo'ladigan voqealikda ota-onamiz, aka-ukamiz, do'sti birodarlarimiz tomonidan, qarindosh urug'larimiz tomonidan qancha yaxshi gaplarni, qancha yaxshi munosabat, muomalalarni ko'ramiz. Ota-onamiz qo'yarda qo'ymasdan chiroyli kiyimlar olib berishga harakat qiladi. Yaxshi taomlarni berishga, yaxshi sayohatlarni uyushtirishga harakat qiladi. Va bizlarning ko'plarimiz bu narsalarni ko'rib katta bo'lganmiz. Ba'zan ana shu narsalarni qadriga yetdik, ba'zan yetmadik. Mana shu nuqtada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ota-onalari tug'ilmaslaridan vafot etishlari, onalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni u qadar katta bo'lgunlariga qadar yashamaganliklari bir ibratdir. Yetimlikda o'zining issiq xonadonidan boshqa xonadonlarga ko'chib yashashlik. Amakilarga, qarindoshlarga ular nima der ekan, menga nima muomala qilar ekan, qanday muomala qilsam ular menga yaxshi munosabatda bo'lishar ekan deb ko'z tikib yashashlikni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun bu jabhalarda yaxshi yashagan insonlar hech ham nolimasin. Agar katta hayotga qadam qo'yib, katta ishlarni qilgan bo'lsak, oila bola-chaqali bo'lib, yaxshi taomlarni, yaxshi ne'matlarni yeb, hayotimiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, bizga kelayotgan muammolar chivin qanotichalik arzimas bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga risolat kelganida odamlarni jahannamdan tortib jannatga kiritishligi uchun hech bir haq evazsiz odamlarni yaxshilikka targ'ib qilish yo'lida qancha jafolar ko'rdi. Bizlar biron bir ish qilsak albatta manfaat evaziga qilamiz. Biron bir yaxshiligimiz ham haq evaziga bo'lib qoladi. Hatto do'stlikni ham bir qancha yaxshiliklar evaziga sotib olamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Toif xalqini jannatga kirishligi uchun, Allohni tanigan banda bo'lishligi uchun da'vat qilishga bordilar. Evaziga haydalgan holda qaytdilar. Hech kimsiz qoldilar u kishi. Ularga suyanchiq bo'ladigan amakilari vafot etgan. Ularga ko'makchi bo'lgan ayollari Hadicha onamiz vafot etgan.
ularni yonida turadigan insonlari nochor, zaif insonlar edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ana shunday sinovlar bilan sinadi. U zotga qancha mollar keldi, qancha ne'matlar keldi. Hech birini o'zlarida saqlamadilar. Hammasini insonlarga tarqatdilar. Bizlar qancha ne'matlar ichida yashaymiz, orttiramiz, ko'paytiramiz. Yaxshisi kelsa, undan yaxshisiga harakat qilamiz. Undan yaxshisi kelsa, undan ham afzaliga harakat qilamiz. Ana shu ne'matlar kelishida, ketishida biron muammo bo'lsa, peshonamiz tirishadi. Xafa bo'lamiz, g'amgin bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir kiyim hadya qilindi. Haligi kiyimni kiyib chiqib odamlarga namoz o'qib berdilar. Shunda bir kishi o'sha kiyimni o'zlari uchun hadya qilishlikni so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu kiyimlarni xonalariga kirib yechib haligi odamga hadya qildilar. Odamlar malomat qilishdi. O'zi endi birgina yangi kiyim keluvdi. Rasululloh shuni bir kiyganlarida darrov so'rading-a? Shunda haligi odam, men buni o'zimga qabrimga libos bo'lishlik uchun, shoyat menga azob yetmasa degan ma'noda so'rab oldim dedilar. Darhaqiqat unga shunday nasib qildi. Mana shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun dunyo ne'matlarining hech qanday qadri yo'qligi, inson manfaatini, insonni qalbini ulfat qilishlikni afzal ko'rishlikni bir ibrati bor. Bizlar qancha ne'matlarni iste'molida bo'ldik, qanchasini hadya qildik, qanchasini nafaqa qildik. Eng oxirida sig'may qolsa, tor kelsa, ko'nglimiz qolsagina biron bir kambag'alga ato qildik. Bizning iymon sahifalarimiz ana shunday qo'yilgan. Eng yaxshisini, eng afzalini berishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal sifatlaridan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida ham uylarida na bir issiq ovqat bor edi, na bir sifatli kiyimlar bor edi. Oddiy bir insonning hayotini kechirib, qorinlari to'yar to'ymasdan yashab o'tdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohdan kelgan har bir sinovlarga labbay deb javob bergan zot edilar. Allohim Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga mukammal durudi salovatlar bo'lsin. Ey Allohim, bizlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy ibrat oladigan ummatlaridan qilgin.